Gold Vision Group. O'qish imkoniyati bor, o'rganish imkoniyati bor, ish bilan ta'minlanish imkoniyati bor. Media sohasi bizning hayotimizga shu darajada kirib keldiki, busiz iloji yo'q. Bor imkoniyatimizni shu akademiyamizga kelayotgan insonlarga sharoit qilishga, yaxshi o'qitishga harakat qilamiz. Bir kunlik syomkasi uchun qancha pul oladi? 20-30 million ketadi, barakasini bersin. Montaj rejissyori qilib yetkazilish odamlar. Montaj sohasini o'rgangan odam hech qachon ishsiz qolmaydi. 27 yil ichida montaj tugagan holati bo'lmagan biron marta. Qanaqadir bir bilimga ega bo'lish uchun insonda avvalambor mas'uliyat bo'lishi kerak. Mobilografiyadan professional syomkalarga o'tishligimizni ham xohlagan bo'lardim. Nima uchun aynan Gold Vision bo'lishi kerak? Tezlik bilan erishish imkoniyati. Gold Vision Group, друзья, men огромный вам спасибо, hammanglarga katta rahmat. Hammanglarni yaxshi kuninglarda xizmatdamiz. Rahmat arzida. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar va bugun seshanba oqshomi kutilgan 21-yanvar sanasi Gold Vision jamoasi tomonidan onlayn forum e'tiboringizga havola etiladi. Agarda siz operatorlik va albatta montajyorlik sohalarida daromadga chiqishni istasangiz, bu efirni oxirigacha tomosha qilishni albatta tavsiya etamiz. Assalomu alaykum deymiz. Uzoq yillik, salkam 30 yillik tajribaga ega bo'lgan Gold Vision jamoasi va albatta uning asoschisi hurmatli qadrdon do'stimiz Izzatilla Tursunxo'jayev va uning jamoasiga. Demak, biz bugungi forum ishtirokchilarini birma-bir tanishtirib o'tamiz azizlar. Albatta Izaxon, demak Evelina Usmanova fotograf. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Marhamat. Nosir Nasimov fotograf, Muhammad Bobur Mavlonov montajyor, Abduvali Karimov montajyor, Rahmatov Nosir texnik operator, Abdusattor G'afurov operatorimiz va albatta Izzatilla Tursunxo'jayev Gold Vision kompaniyasining asoschisi. Izzat aka, nima uchun yoshlarimiz aynan mazkur sohani o'rganishlari kerak deb hisoblaysiz? Hozir dunyo rivojlanyapti, shu qatorda bizning yurtimizda ham rivojlanyapti. Aynan bizning soha nimaga hozirgi kunda kerak degan savolingizga javoban shuni ayta olamanki, biza offline taqdimot qilganimizdan so'ng menga shaxsan ko'plab korxonalardan bizaga murojaatlar tushdi. Nufuzli korxonalardan aynan bizaga video shu akademiyamizda yaxshi talantlardan bizaga ham qilib berasizmi? Videograflar kerak bo'lyapti, montajyorlar kerak bo'lyapti. Hozirgi kunda har bir katta biznesda aynan reklamalar ko'pincha Instagram, sotsial setlarda, YouTube'lar orqali insonlarga e'tiboriga havola qilinadi. demak talab katta bo'lyapti. Talab juda ham katta. Har bir korxona o'ziga media tashkil etyapti. U mediada albatta talantli videograf kerak bo'ladi, mobilograf kerak bo'ladi, fotograf kerak bo'ladi, video montajyor kerak bo'ladi. To'g'ri, fikringizga mutlaqo qo'shilaman. Izzat aka, yana ssenariydan tashqari o'zimni savolim bilan sizga murojaat etmoqchi edim. Bilasizmi, har bir zamonni o'zini qahramonlari bo'lar ekanda, u sohada yoki bu sohada, to'g'rimi? Xonandalarni ham gullagan davri bo'ladi, u siyosatchi bo'ladimi, vrach bo'ladimi? Aynan sizning yo'nalishingizda mana salkam 30 yil deyapmiz, 27 yil mobaynida Gold Visiongacha ham ko'plab studiyalar bo'lgan, to'g'rimi? Mazkur yo'nalishda faoliyat olib boradigan jamoalar bo'lgan. Shu Gold Vision o'z faoliyatini boshladi-yu, uzoq yillar mobaynida bu brendni saqlab turibdi. Bunga qanday erishdingiz? Siri nimada? Endi bu juda ham katta ko'rsatkich Izzat aka. Boshida boshlaganimizda o'zida endi yaxshi niyatlar bilan boshlaganmiz. Avvalambor o'zi bizning niyatimiz yaxshi. Insonning niyati yaxshi bo'lsa, Xudo xolasa o'zi hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Mana shu kunga qadar ko'plab minglab xonadonlarning xizmatini qildik, ko'plab tadbirlarda xizmat qilgan bo'lsak, ko'plab san'atkorlarimizni konsert dasturlarini syomka qilish jarayonlarida xizmat qildik. Har bir ishimizni uni katta yoki kichkina bo'lishiga qaramasdan fidoyilik bilan o'sha har bir elementlariga, detallariga e'tibor bergan holatda ishlab, har bir mijozimizni xohishini e'tiborga olgan holatda rozi qilib chiqarib shu kungacha yetib kelamiz. Undan u yog'iga ham yana avloddan avlodga bu brend yana ham rivojlanishi, Xudo xolasa duodamiz, niyatimiz bor.
O'zi aslini olganda gapingizni bo'ldim. Menimcha Lazizaxon baribir odamgarchilik ham o'z rolini o'ynaydi. Chunki sizni yillar davomida taniymiz inson sifatida, do'st sifatida va albatta har qanday ishda menimcha birinchi o'rinda muomala turadi. Siz buni boplaysiz. Ya'ni har doim xushmuomala inson sifatida katta bilan ham, kichik bilan ham bir xil munosabatda bo'lib, har bir mijozni ko'nglini olishga erishgansiz. Menimcha kalitni yarmi shunda. Albatta, Izzatilla Tursunxo'jayev bu borada o'zbekona diplomatiyani qo'llaydilar desam, menimcha hech qanday xato yoki mubolag'a bo'lmaydi. To'g'ri, hurmatli yoshlar bizni ayni daqiqalarda kuzatishmoqda. U yoki bu yoshlarimiz bilan suhbatda shu narsaga guvoh bo'lamizki, yoshlar qisqa fursat ichida tez daromadga chiqishni istashadi, to'g'rimi? Lekin yoshi ulug' ustozlar bu borada o'zining yo'nalishi va tajribasiga ega bo'lgan ustozlar vaqtida pulga qiziqishmagan. Ularni pul qidirib kelgan. To'g'rimi Izzat aka? Bo'ladi-ku. Masalan, aytaylik, bir operator, men boshlovchiman, meni chiroyli suratga olib qo'ydi. Yoshsiz, mana bizni kuzatyapsiz. Men sizga masalan $100 pul qiymatida to'lov, ya'ni gonoraringizni amalga oshirmoqchiman. Siz uni olmasligingiz mumkin. Reklama bo'lishi mumkin va buning evaziga siz $1000lik reklamani qo'lga kiritish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mana shunday yo'llar ham bor. Ana endi biz yoshlarimizga yuzlansak juda ham yaxshi bo'lardi. Nigor opa, keling, sohani kelajagini ular qanday ko'rayaptilar? Bu haqda oxirgi paytlarda o'zi media sohasi ancha rivojlanib anaqa bo'ldi. Biza operator основной kamera orqasida ishlaganimiz uchun bizani sohamiz mana shu media sohasi rivojlanishi orqasidan bizning ham soha rivojlanib ketyapti. Mana shu media sohasi rivojlangan sari bu sohada shu kadrlarga bo'lgan talab ko'payish boshlayapti. Shuning orqasidan masalan biz hozir operator, men shaxsan o'zim mexanik bo'lganligim uchun asosan kamera ortida ishlayman. Ayni damda mana shu operatorlarga, mexaniklarga bo'lgan talab bizda O'zbekistonda ancha yuqori. Masalan, bu sohani mukammal biladigan odamlar barmoq bilan sanarli darajada kamda. Sohani o'zi tez rivojlanib ketyapti. Masalan, ko'rayotgan bo'lsanglar, bu reklama bo'ladimi, klip yoki kinosyomkalar bo'ladimi? Soha o'zi tez rivojlanyapti. Kadr sohasi hali bizda u darajada rivojlanmagan. Biz hozir qilayotgan ish mana shu narsani kadrlarni ko'proq tayyorlab berish uchun, yetishtirib berish uchun qilinayotgan narsa. Shu jihatdan olib qaraydigan bo'lsa, bu kelajak ancha porloq soha deb hisoblayman. Meni o'zimning shaxsiy savolim bor sizga. Kino, seriallarda suratga tushaman, kamerani yaqindan ko'rgan inson sifatida savol bermoqchiman. Hozir yoshlarimizda shunday fikr tug'ildiki, har qanday go'zal kadrni oddiy telefonda, ya'ni iPhone'da olsa ham bo'ladi, texnika muhim emas degan qanaqadir fikr tug'ilyapti. Aytingchi, texnika go'zal kadr uchun muhimmi? Uni ortida turgan insonning bilimi muhimmi? Endi tanganing ikki tarafi bor-da, avvalambor kamerani oldida turgan, ortida turgan odamni bilimi birinchi o'rinda turishi kerak. Agar operator mutaxassis yaxshi bo'lsa, mutaxassis kuchli, operator kuchli bo'lsa, masalan, telefonda ham yaxshi narsa olsa bo'ladi. Lekin hamma narsani o'zining chegarasi bo'lganda, telefonda ham yaxshi narsa olishni o'zining chegarasi bo'ladi. Masalan, siz o'sha professional darajada klip yoki kino olmoqchi bo'lsangiz, bu narsani o'sha telefonda qilish sal qiyinroq bo'ladi. Demak, akademiyada buni farqini va qanday ishlatishni o'rgatishingiz mumkin. Albatta. Lekin baribir hamma narsaning fundamenti bu bilim. Inson o'zidan o'zi yaxshi operator, yaxshi mutaxassis, yaxshi fotograf bo'lib qolmaydi. Ustoz ko'rgan odam baribir bilinadi. Shuning uchun chet eldami, O'zbekistondami baribir ustoz ko'rgan mutaxassis boshqa bo'ladi. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, aynan mana shu akademiyada olgan bilimlaringizni keyin bemalol hayotda tajriba sifatida ishlatishingiz mumkin. Lazizaxon, keling sohaga talab haqida gaplashsak, Evelina Usmanova, Nosir Nasimovdan mana shu savolga javob kutib qolamiz. Chunki boshida Izzatilla ham gapirdilar, sohaga talab katta. Hozir har bir qadamimiz deyarli foto va videodan iborat. Qayerga borishimizdan qat'iy nazar, sahnada, kafeda, restoranda, to'y hashamda, oddiy ko'chada, mashinada ketayotganimizda ham yoki o'zimizni yoki atrofimizni suratga olishni boshlaymiz. Demak, talab katta. Agarda masalan men o'z yoshimda o'zimga o'zim mobilograf bo'lishni istasam, nimadan boshlashim kerak? Keling, mana shu talabdan boshlaylik. Sohaga bo'lgan talabga keladigan bo'lsa, nima deya olaman fotograf sifatida? Men 10 yildan oshgan bo'lsa, Gold Vision Group kompaniyasida ishlayotganimga
sohaga bo'lgan talab, ya'ni hozir mana sotsial setlarda ko'ramiz, har bitta mahsulotda ya'ni o'sha tadbirkor bo'ladimi, ishlab chiqaruvchi bo'ladimi, xoh u kiyim chiqarsin, xoh u o'yinchoq chiqarsin, xoh mashina chiqarsin, xoh turli texnik jihozlar chiqarsin, farqi yo'q. Hammasini o'zini sayti, ya'ni hozir bo'lgan hamma o'zini saytiga, o'zini tarmoqlariga, ya'ni sotsial setlarga joylayapti. Buning uchun nima kerak? Fotograf kerak. Olishimiz mumkin. Shu boya aytib o'tilgandek, iPhone'da olsa bo'ladi, zo'r olsa bo'ladi. To'g'ri olsa bo'ladi, hamkasbim aytganlaridek ma'lum bir chegarasi bor. Lekin uni professional qilib, ya'ni chiroqlar bilan, fotosvetlar bilan, fotoapparatda, kamerada chiroyli qilib rasmga olib, uni обработка qilib joylansa, u уже boshqa effekt bo'ladi. Ya'ni siz deyishim mumkin, xaridorsiz. Sizga telefonda olingan любительский kadrni ko'rib sotib olgandan ko'ra, professional kamerada zo'r svetlar bilan qilib, yaxshi rang bilan bo'yalib, chiroyli suratga olingan rasmni sotib olish imkoniyatingiz ko'proq bo'ladi. Baribir qiziqish professional tarzda olinganga bo'ladi. Demoqchi bo'lganim, уже egallab bo'ldi bu soha. Media sohasi bizning hayotimizga shu darajada kirib keldiki, busiz iloji yo'q. Har bitta narsani rasmga olib, ijtimoiy tarmoqqa joylashimiz kerak. O'zimizning mahsulotimizni chiroyli qilib, tovarni vid qilib, rus tilida aytgan tovarni vid qilib, chiroyli qilib topshirishimiz kerak bo'ladi. Shu sabab men sohaga bo'lgan talabga yetib bera olaman. Bu haqida sherigim Evelina Usmonova ham ijodiy tomonlama javob berishlari mumkin. Albatta, Evelinadan biz ajoyib bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Hozir esa ajoyib bir rolikni kuzatuvchilarimizning e'tiborlariga havola etsak-da, keyin onlayn forumimizni albatta davom ettiramiz. Marhamat, tomosha qiling. Komanda ko'rsatadi bitta muhim xotirani, zamonlar ortga qaytadi, ko'rsatadi bir nimani. Kliplarni olishadi Atlantida yo Dubai. Sanga sifat kerak emasmi? Welcome iPhone goodbye. Menga tusa to'y qilgan xot olib beradi zo'r qilib. Ekranda render effekt, kamera 14 xili. Bilasanmi sifatlarda bu jahonda ozimiz. Bilinadi mijozlarim deyishganda rozimiz. Montajchilar Gollywoodda davom etadi bu fon. Effekt perfect, nomer ratinda bu marafon. Edegli blessing klipim o'dida mas dashi. Bugun erta bitib qolar klipini montaji. Asosiysi ishni cho'zmay topshiradi vaqtida. Ofisimiz uzoq emas, o'zi bir poytaxtida. Bitta kichik qo'ng'iroqqa ishlaring bo'ladi hal. Faqat bitta iltimos, iltimela bemahal. Yana konsertlarni tasvirga oladi bu komanda. Terilib berilib ishini qilmaydi erinib. Borini beradi, yo'g'idan teradi kadr. Konsertini sifatiga qoyil qolishar negadir. Qaraganda bilinadi detallari gold, mehnatlari bari gold, darajasi bari zo'r. Sanam sinab ko'r, qarada sanda bilinar effekt. Даже ekspertlar topolmaydi kadrdan defekt. Yeah 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 yeah. Kamerani ortidan, kamerani ortidan. Yeah 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 yeah. Ekranini ortidan e'tiboring tortadi. Gold Vision, nomeradin daraja. Gold Vision, qilmagin ko'p xarajat. Gold Vision, mana bu katta harakat. Gold Vision. Bizni tomosha qilayotgan, kuzatayotgan auditoriyaga murojaat etmoqchi edik. Soha mutaxassislariga va albatta Gold Vision jamoasiga savollaringiz bo'lsa, bemalol chatda yozib qoldirishingiz mumkin. Biz esa o'qib eshittiramiz. Albatta, savollar kelgunga qadar biz suhbatimizni davom ettiramiz. Evelina Усманова bilan. Evelinочка, скажите, пожалуйста, какова роль фотографа на мероприятии, потому что до этого ваш коллега ответил, что очень важно, чтобы были профессиональные фото, нежели сделанные именно на телефон. Какова эта роль? И отдельно ответьте, пожалуйста, на вопрос, играет ли роль, когда фотограф девушка? Да, очень сильно. Все-таки фотограф девушка, она может и улыбнуться, и мягко спросить. И фотографу девушки сложнее отказать в снимке. Вообще я хотела бы сказать, что такое профессия фотографа. Это умение ловить красивое мгновение, которое исчезнет навсегда. Это рассказать историю без слов. И вообще профессия фотографа сейчас уже важна. Она уже сейчас видоизменилась. Не обязательно иметь профессиональную камеру, чтобы красиво сфотографировать. Даже если у вас есть телефон с камерой, самое главное иметь навык видеть, иметь навык сказать, как правильно,
если вы фотографируете человека, стать ему, как ему улыбнуться, подмигнуть, создать настроение, чтобы он был красивый в кадре. И фотограф девушка на мероприятии, для девушки это сложно, но это интересно, это захватывающе, потому что вы являетесь частью той истории, которую вы пишете, ну, допустим, если это мероприятие свадьба для молодоженов. И важно и быть на виду, но и тем не менее слиться, чтобы вас не заметили, чтобы не были скованы, чтобы поймать те самые мгновения для того, чтобы они для их жизни, на всю жизнь, для их внуков, для детей, внуков и правнуков сохранились. А по каким критериям именно вы будете набирать своих студентов? Потому что, на мой взгляд, каждый из вас будет учить своему мастерству. Вы будете учить только девушек или для вас это не принципиально? Нет, вообще не принципиально. Любой человек, который желает научиться фотографировать, желает научиться видеть красоту в кадре, желает стать фотохудожником, может к нам прийти и обучиться. Для нас это не имеет никакого значения. Будем учить одинаково всех, строго, давать свои знания, давать свой опыт, который мы уже прошли. В мое время у меня не было учителей, и это очень тяжело мне далось, потому что было совершено много ошибок, которые послужили этим опытом. Так что сейчас повезло нашим ученикам, мы научим их всему, что мы сами знаем. Spasibo за ответ. Lazizaxon, menimcha Katta rahmat. Savollarni biz qarab qo'yamiz. Savollarni o'qib eshittirgunga qadar esa hurmatli kuzatuvchilar, ozgina lirik chekinish bizning pavilyonimizda Toshkent ko'chalarida yog'ayotgan yomg'irning ovozlari shunday yoqimli bo'lib eshitilyapti, to'g'rimi? Ajab emas. Tomoshabinlarimiz achchiqqina qahvalarni damlab olib, sohani mutaxassislarini kuzatib, ularga o'tkir savollarni tayyorlab qo'yib va kurslarni sotib olish borasida ham kerakli bo'lgan fikrlarni to'g'ri yo'nalishlarga yo'naltirib olishyapti. Demak, ijodkorlar biz bilan birga o'tirishibdi. Mana yomg'ir yog'yapti ko'chada. Qanday bir kadr olgan bo'lardingiz hozir? Xolasanglar, videorolikda men ham qatnashib berardim. Qora boomerlarda kelib. Nima dedingiz? Lazizaxon o'zlarini ham reklamalarni qilib ketdilar. Bilasiz, Nigora opa. Endi kayfiyat ko'taradi. Montajyorlarimiz bor, bemalol javob berishligi mumkin. Fotoda ham yaxshi kadrlar bor. Montajyorlarning ishi endi pardoz andoz ishlarida endi. To'g'ri aytasiz, lekin tabiiy holatki, bu sohada bo'ladiganlar hammasi biladi. Operator bilan montajyor vazifasi bir-biriga bog'liqda. Birga hamkorlikda ishlashmasa, operator olgan kadri professional tarzda kreativniy kadr olsa ham u narsani montajyorga tushuntirib bera olmasa xohlagan video, ya'ni kutilgan natijani bermasligi mumkin. Foto sohasiga keladigan bo'lsa, o'sha qora mashinamda kelaman. Bu savolni Nigora opa bejizga berganim yo'q. Mana bizni hozir qancha yoshlarimiz kuzatishyapti. Yaqinda biz Gold Vision jamoasi bilan birgalikda ajoyib bo'lgan poytaxt markazida joylashgan bir majmuaning juda ham qimmatbaho bo'lgan reklama rolikida birga ishladik. Bilasizmi, kadrlar shunaqa yoqdi. Men o'zi ijtimoiy tarmoqdagi sahifam uchun mana shunday kontentni oldirishni juda ham xohlab yurgan edim. Aynan biz bu jarayonni Gold Vision jamoasi bilan olib bordik. Har doim savol berishadi. Nima uchun Gold Vision? Nima uchun Gold Vision? Mana shu kadrlarni ko'rganingizdan keyin menimcha har qanday ijodkor ikkita qo'lini ko'taradi. Gold Visiondan boshqasi kerak emas dedi. Bu show biznes vakillarining nafaqat bizni fikrlarimiz, boshlovchilarning fikrlari, balki 95-98 da hattoki 99% a'zolarning, vakillarining fikri mana shunday ijobiy deb o'ylayman. Izzat aka, buni ham o'zingiz yaxshi bilasiz. Demak, akademiyani ochish fursati yetdi yoki bo'lmasa ozgina savol-javob qilib olamizmi? Nima deysiz, Izzat aka? Endi kuzatuvchilarning orasida begonasi yo'q, to'g'rimi? O'zingizga shogird bo'lish istagida sizga havas qilgan yoshlarimiz kuzatishmoqda deyarli. Albatta, savollar bo'lsa bemalol javob berishimiz mumkin. Ko'p bizani kuzatib turgan odamlarni. Demak, kuzatuvchilarimizdan savollar kelishni boshlayapti. Birinchi savolni o'zim bermoqchiman. Misol uchun, men mana shu akademiyada tahsil olmoqchiman. Deylik, o'zimga yangi qanaqadir hobbi kashf qilish uchun professional suratga olishni va professional videoga, ya'ni telefonda bo'lsa ham, lekin professional kadrlar qilishni o'rganmoqchiman. Kunduzi men ishlayman. Kechqurun hammamiz boshqa ishdamiz. Qay vaqtni
siz talabalarga ajratmoqchisiz, shuni bilmoqchiman. Chunki ertalabdan kechgacha hamma mutaxassislaringiz ishda izzatilla. O'qish qachon bo'ladi? Bizani xudo xolisa anketalar yig'ish jarayonidamiz hozir. Aynan har bir yozuvchi ukalarimizdan hozir savol javoblar bo'lsa, ulardan gaplashyapmiz. Bizada hozir o'qish uslubi ikki xil turda bo'ladi, offline hamda onlayn turda bo'ladi. Offlaynda biz o'zimizda hozir joylarimiz bor, ularni o'zi tayyor holatga keltirib qo'ydik. Shu mana o'zingizlar ko'rib turgan spikerlar hamda yurtimizning nufuzli proyektlarida ishlagan professional operatorlarimiz, professional montajyorlarimiz, yana boshqa odamlarni ham taklif qilganmiz. Aynan hozir efirimizni sal turib bizani hozir yana tanishtiradigan bir juda ham bir taniqli, nufuzli insonimiz bor. Xudo xolasa uni ham tanishtiramiz. Demak, sirli mehmonimizni keyin taklif qilamiz. Mehmonimiz O'qish bor. jarayoni anketalardan keyin, demak, tasdiqlanadi. Soat nechidan nechigacha, necha oy davom etadi? Kurslarimiz 3 oy mo'ljal qilyapmiz. 3 oy ichida shu operatorlik, montajyorlik sohalariga o'qitib, onlaynda ham o'qish imkoniyatiga ega bo'ladi. Aynan shunaqa vaqti to'g'ri kelmagan ukalarimizga demoqchiman. Ishda bo'lsa, boshqa bo'lsa. Endi albatta onlayn o'qiydimi, offlayn o'qiydimi, Gold Vision Group o'zini 27 yillik tajribasi bilan bo'lishmoqchi. Bizning o'zi asl maqsadimiz shu soha vakillari, shu sohaga qiziquvchan ukalarimizni ichidagi talantlarini yorib, ularga imkoniyat berish. Bizani juda bir katta texnikaviy bazamizni ko'zi bilan ko'rib, uni ishlatish imkoniyatlariga ega bo'lish hamda bizni ishtirok etayotgan, bizni tasvirga olayotgan tarixiy lahzalar, ya'ni xalqimizni chiroyli kunlari va yana san'atkorlarimizni konsert dasturlari va boshqa nufuzli tadbirlarda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Demak, birgalikda ularni olib borasiz. Albatta. Ular o'z ko'zlari bilan ko'rib, joyida o'rganishadi. Albatta. Amaliy mashg'ulotlar, texnikalar bilan ishlash imkoniyatiga ega bo'lishadi. U texnikalarni biz tushuntiramiz, ular qanaqa ishlatiladi. Masalan, o'sha jahon miqyosida trendda turadigan kameralar, Allohga hamd bo'lsin, bizning O'zbekistonimizda va bizda bor shunaqa texnikalar. Va yana Gold Vision Rentals korxonamizdagi texnikaviy bazamizdan bizning yurtimizning ko'p rejissyorlari, operatorlari foydalanishadi. Biz texnika bilan ham bilasiz, ko'plab nufuzli platformalar ishlatishadi. Masalan, yaqinda aytib o'tgan edik, bundan oldingi intervyularimizda ham o'zimizda Temurlan kinosini suratga olish jarayoni bo'ldi va bunga Netflix platformasi ishtirokida u yoqdan, chet eldan, Amerikadan operatorlar kelishdi. Biz shu kinoda biz texnikaviy bazani biz ta'minlab berdik. Bu ham bir katta ish. Shu jarayonlarda ishtirok etishadi. Undan tashqari ko'plab operatorlarni masalan ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishligi, o'zi Gold Vision Group korxonasi har doim har bir ishini maromiga yetkazib qilishga o'rgangan. Biz shunga harakat qilamiz. Har doim komandamiz bilan, oilamiz bilan bizani akademiyada o'qigan odamlarni imkoniyati xudo xolasa shu sohada shunaqa darajada ko'payadiki, biz avvalambor o'zimizning Gold Vision oilasini kengaytirmoqchimiz. Biz yana ham taklif qilasiz. Albatta, bizda o'qigan odam birinchidan o'zini kasbini ustasiga aylanadi. Ikkinchidan o'zi praktika, endi har bir sohada tajriba baribir yuqori o'rinlarni egallaydi-da, uni jarayonni ko'z bilan ko'rish. Mana hozir tomoshabinlar, sohani tushunmaydigan tomoshabinlar shuni ko'rganda, mana bu yerda qarang, qancha texnika, qancha chiroyli, qancha operatorlar ishlayapti. Har bir narsani o'ziga yarasha sir-sinoatlari bor. Shu kunga kelgunga qadar biz ham ancha har xil nima deydi, og'ir yengilini ko'rib keldik. Shu holatlar bilan tanishtiramiz. Men o'zim ham kiraman darsliklarga, mana ukalarimiz, yana boshqa professional
ko'p anaqa nufuzli insonlarni taklif qilganmiz. Izzat aka, katta rahmat. Gold Vision akademiyasining chatiga savollar juda ham ko'plab kelmoqda. Demak, Asset ismli kuzatuvchimiz o'qish qachon boshlanadi deb so'rayaptilar. Fevral oyida, ya'ni 15-fevralgacha bo'lgan qaysidir kunda akademiyani ochilishi bo'ladi. Shu izlatilgan rahbarimiz aytib o'tganlaridek, o'qishimiz onlayn, offlayn tarzda bo'ladi. Offlaynimiz 2 oy davomida davom etadi. Bir haftada 3 ta dars. O'sha dars bo'ladigan bo'lsa, haftadagi 2 ta darsimiz ustozlar bilan muloqot, ya'ni ustozlar hamma ko'nikmalarni o'rgatishadi professional tarzda. Haftadagi 3-darsimiz Zoom orqali bo'ladi, ya'ni ustozlarga nima savolligi bo'lsa, hamma savollarni berishadi, ustozlar onlayn muloqotda javob berishadi. Offlayn formatimiz 3 oy davom etadi. Offlayn darslarimiz qanaqa bo'ladi? O'sha aytib o'tganlaridek, o'quv-xonalar tayyorlangan. Har bitta yo'nalishimizda 2 tadan ustozimiz bor. Undan tashqari alohida kuratorlar bor. Kuratorlar o'quvchilar, ya'ni bizga berayotgan ilmni o'zlashtira olyaptimi, yo'q, buni kontrol qilishadi, ya'ni nazoratda bo'lishadi. Va undan tashqari o'sha haftada 3 marta dars bo'ladigan bo'lsa, offlaynda ham xuddi shunaqa 2 oy teoriyamiz bo'ladi. Biz shunaqa imkoniyat yaratdik. Bu o'sha izotilgan qarorlar, takliflariga binoan. Endi ko'pchilik bizga shogird olasizlarmi deb murojaat qilishadi. Shu sababdan izotilgan o'zlar taklif kiritib, buni qilishimiz kerak. Bu albatta yillar davomida shunaqa savollar ko'p. Shogird olinglar, olasizlarmi? Biz sizlarda ishlamoqchimiz. Ko'p bo'ldi bu holat. Yurdik, qarorimiz qat'iy bo'ldi. Buni ustida ishladik. Ancha ko'pdan biri o'zi niyatimiz bor edi. Mana shu kunlarga yetib keldik. Aynan shu savol egalariga biz professional darajada o'zimizni sohamizni o'rgatib, qolgani o'zligiga bog'liq. O'zligi harakat qilib, shuni o'zligini ustida yanada ishlab, biza berayotgan bilimlarni yaxshi olib, tajriba masalan kelib qatnashib, praktikalarda qatnashib, yaxshi ishini ustasi bo'lishsa, Xudo xolasa avvalambor mana bizani Gold Vision oilasi, qolaversa bir nechta nufuzli boshida eslatib o'tganimdek, nufuzli korxonalardan menga hozir murojaatlar tushdi, talablar tushdi. Aynan videograf kerak, aynan montajyor kerak. Shu ish bilan ta'minlab berishingiz kerak. Demak, kuzatuvchilarimiz orasida Manausov degan nickname ostidagi yurtdoshimiz bizni kuzatyaptilar va mana shunday savol bilan murojaat etganlar. Men akademiyada o'qimoqchiman. Qancha muddat o'qish kerak va qancha pul to'lash kerak deb bu savolga esa javobni hurmatli kuzatuvchilarimiz birozgina tanaffusdan so'ng soha mutaxassislari beradilar. Hozir esa ajoyib bir rolikni e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat. Qanaqa Gold Vision? Voy, siz nima deyapsiz? Bular adammi, oyimmi to'yini olishgan, mani raddomdan olib chiqishgan. Bulardagi professionallar hech qayerda yo'q. Именно shular bizani to'yimizni olish kerak. Aniqmi? Ha, o'zingiz ko'ring. Bu yagona Gold Vision. Biz tanigan Gold Vision. Bu Osiyoda Gold Vision. Hamma uchun Gold Vision. Kamera, motor, go'yoki san'at, har bir kadr faqatgina mahoratli montajida bor bu sabr. Gar bu sohada ham daraja-yu o'rin bo'lsa bir-biri bilan qadrdon u ishchimiz aka kadr. Ijod namunasi yoki hayotning bir lahzasi. Gold Vision bilan tushunasan xotirram mazasi. Love story yo Hollywood janridek bor hammasi. Hayotingni baxtli kuni yo hayotiy dramasi. Kadrlarni sifati K harfini to'rttasi. Eslab qolgin manzilni Toshkentning o'rtasi. Professionalga ishon, bo'lmagin o'rtasi. O'zing rahmat aytasan, berganida zo'r ta'sir. Bu yerda yaratishadi bir lahzadan bir san'at. Bir marta ishlab ko'rganlar bularni ishiga fanat. Bitta kadr uchun ssenariy, chiroq va mahorat. Ta'rifingga hojat yo'q, o'zing ko'rib bahola. Har zamon o'tar zamon, lekin sifat qolar hamon. O'ylamagin, shunchaki telefon qilgin tomon. Kunlaring o'tadi, kulrang filtr bilan ufq tomon. Eng muhim kuningni abadiylashtiramiz komon. Kutib oladi xushmuomala Izzat Hoji ovozi. Hayron bo'lma, bu shunchaki boshlanishi parvoz. Bitta san'at asarini boshlanishi ruchka list. Axir seni diqqat bilan eshitadi ssenarist. Gold Vision analogi yo'q dunyoda, bu yagona. Tasvirdagi har bir detal ko'rinadi dona-dona. Bu yerda barcha uchun doim eshiklar ochiq. Xohlaganmiding sifat, unda aloqaga chiq. Faqat va faqat ijobiy kommentariyalar ishona. Bu degani ishini mutaxassisligidan ishon. Hamma ishlaringni qo'y, ovoz chiqarma jim. Aynidan Gold Vision sizga qilar namoyish. Qora sifat
Bu yagona Gold Vision. Faqatgina 4K. Biz tanigan Gold Vision. Analog yo'q. Bu Osiyoda Gold Vision. Eshiklar doim ochiq. Hamma uchun Gold Vision. Hurmatli kuzatuvchilar, biz suhbatimizni davom ettiramiz. Akademiya haqidagi savollar ko'plab kelib tushmoqda va biz pul haqidagi savolda to'xtagan edik. Demak, akademiyada o'qish necha pul bo'ladi va qancha muddat o'qishlari kerak? Onlayn o'qishimiz 6 million so'm. 1 oy. 1 oy 6 millionmi shunda? Yo'q, общий kurs. Umumiy. Nomuncha arzon. Yaxshi. Endi arzon bu. Biz shuni harakat qilyapmiz, ko'proq odam bilim olsin, ko'proq hammaga imkoniyatlar bir xil bo'lsin degan maqsadda. Qaysidir ma'noda qani xayrli endi ish. iloji bo'lsa-ku, masalan, tekinga o'qitsak, lekin har bir narsani o'zini xarajatlari bor, uni sifatli darajada qilish uchun o'zgacha xarajatlari bor. Biz bilasiz, har bir ishni sifatli qilishga o'rganganmiz. Bizda bilim olgan insonlar rezultat berishini xohlaymiz, natija berishini xohlaymiz. Bu shu ish uchun biz bor harakatimizni, bor imkoniyatimizni ishga solyapmiz. Shunda offlayn o'qishimiz 3 oy bo'lsa 20 million so'm qildik va albatta undan so'ng masalan shu 3 oy ichida praktika holatlari bo'ladi. Biz boya eslatib o'tdim-ku, syomkalarga olib chiqib ketamiz, texnikalar bilan tanishtiramiz, ko'rishadi. Demak, nafaqat Toshkentdan, poytaxtdan, balki viloyatdan ham bemalol insonlar sizlarni kuzatib, tahsil olishlari mumkin onlaynda. Albatta, bizani bir narsa juda ham xursand qildi. Bizni yaqinda o'tkazgan taqdimotimizda, offlayn tarzda o'tkazgan taqdimotimizda juda ham ko'plab odamlar kelishdi. Shu soha vakillari, video studiyalarning rahbarlari, bizani yurtimizni har jabhasidan kelishdi. Butun har xil viloyatlarimizdan kelishdi. Va yana eng quvonarli holati nafaqat O'zbekiston Respublikasi, balkim qo'shni davlatlardan, Qozog'iston Respublikasidan insonlar kelishdi. Studiyamiz bilan birga o'qimoqchimiz deb Tojikistondan kelishdi. Biz bekorga sizlarni brend deb aytmadik. Sizlar nafaqat O'zbekistonda, balki qo'shni davlatlarda ham mashhur va ma'lumsiz. Demak, Layzaxon savollarini davom ettiramiz. Albatta, bu boradagi mas'uliyatli ishingizda omad yor bo'lishini tilab qolamiz. O'zbekchasiga aytganda aytishadi-yu, barakasini bersin, shogirdlaringiz ko'p bo'lsin, Gold Vision ishi har doim ko'p bo'lsin. Bir og'iz so'z bilan, bir og'iz jumla bilan, bir fikringiz bilan ayting, nima uchun aynan Gold Vision bo'lish kerak? Men bu kursda o'qishim uchun degan bir savol kelibdi. Deyarli bir xil savollarni o'qimayapman, hurmatli kuzatuvchilar. Mana pul haqida, muddat haqida ko'plab savol bergansiz. Bu savollarga javob berib o'tildi mutaxassislar tomonidan. Nima uchun aynan Gold Vision bo'lish kerak? Izoh bering deb yozishibdi. Juda ham qiziq. Men javob bersam maylimi izlataga? Chunki Gold Vision, hurmatli kuzatuvchilar, haqiqatdan ham number 1, birinchisi. Professionallar. Ishoninglar. Menga juda ham yoqimli bu so'zlarni aynan sizlardan eshitish. Bu haqiqat-ku, Izzat aka, ko'p marotaba eshitganmiz. Qolaversa, siz qaysi kasbda faoliyat yuritmang, yuqorida Nigora opam ham aytib o'tdilar, kamtarligingizni unutmang, odamgarchilik bo'lsin deb. Izzat akadagi kamtarlikni, bu xislatni biz har doim yuqori baholaganmiz, to'g'rimi? Juda ham to'g'ri. Reklamni pauzani davom ettiraman. Qayergadir rostdan yaxshi ko'ramiz. Misol uchun, men buni yaxshi bilaman. Biz qayergadir to'ygami, konsertgami kelsak, bundoq birinchi qarab olamiz. Kim ekan? Yaxshi. Demak, boshqacha ishlaymiz. Suratlar bo'ladi, video lavhalar bo'ladi. Buning uchun sizlardan alohida minnatdormiz, chunki nafaqat o'sha yerdagi mijozni ko'nglini olasiz, balki san'atkorlar, boshlovchilar hammasi o'zlarini chiroyli kadrlarda ko'rishadi. Va savollarimiz ko'plab kelmoqda. Savol bor ekan, aynan Gold Vision operatori bir kunlik syomkasi uchun qancha pul oladi? Chunki jamoaga qo'shilmoqchi bo'lgan yoshlarimiz juda ham ko'p. Hurmatli kuzatuvchilar, siz savol bergansiz. Gold Visionda ishlash niyatim bor, jamoaga qo'shilmoqchiman, kursni bitirganimdan keyin qolmoqchiman deb. Albatta buni ilojisi bo'ladi. Kursning mohiyati ham aynan shunday ekan. Hozirgi ma'lumotlarga qaraganda qanchadan qanchagacha gonorar bo'lishi mumkin? Minimum va maksimumni olib gonorarlarni hozir bu yerda aytib o'tishimiz noo'rin deb o'ylayman. Lekin men bir narsani aytib o'tamanki,
Xudo xohlasa o'zi azaldan aytardim. Har bir ishchi o'zini ustasi bo'lsa, bu yerda mana hozir e'tibor olaman, o'zini ishini ustalari o'tiribdi. Haqiqiy o'zini ishini yaxshi ko'radigan insonlar bizni ukalarimizdan yoshligidan bilamiz. Nima bo'lgan taqdirda ham juda ham yaxshi oyliklar, maoshlar bilan ta'minlanadi bu soha vakillari. Qolaversa Izzat aka, qo'shimcha qilib aytaman, jamoangizdagi har bir xodim yuqorida aytib o'tganingizdek xuddi oilangiz a'zosi. Ularni uylarida tadbir bo'ladimi yoki o'zligini to'ylari, nikoh oqshomimi har doim bosh qosh bo'lib, tepalarida ustoz bo'lib, rahbar bo'lib har doim turgansiz. Biz bunga guvohmiz. Gold Vision jamoasini safi kengayapti-ku, hurmatli kuzatuvchilar, aslo kamaymayapti, demak daromad yaxshi. Va bu kurs, bu onlayn forum ham aynan bu sohaga siz qiziqsangiz, qiziqishingiz yuqori darajada bo'lsa, daromadingizni orttirish niyatida bo'lsangiz, albatta qo'shiling degan mavzuda edi, yodingizda bo'lsa. Daromadli yana bitta soha bor. Bugun biz video, foto haqida gaplashdik, lekin montaj sal chetda qolib ketyapti. Chunki Toshkentda, O'zbekistonda aslida yaxshi montaj ustalari juda ham kam, azizlar, va Izzatilla aytganlaridek, bu yerda nafaqat video, foto ishlariga, balki montajga ham o'rgansa bo'ladi. Keling, montaj haqida ham gaplashsak. Qancha oy, necha oy o'qishadi kelgan talabalar montaj sohasiga? Montajchilar ham 2 oy davomida onlayndagilar, offlayndagilar 3 oyga yaqin bo'ladi ularga. U yerda ham chunki o'sha ijodiy, masalan, qanaqadir syomkalarga olib chiqishimiz mumkin. O'sha oxirgi oylarida o'sha ijodiy anaqalarga, syomkalarga chiqib, nimadir qanaqa qilamiz degan savollar beradi rejissor. Operator qanaqa olib beray deydi. Shunaqa vaziyatlarni o'zi Gold Vision montaj jamoasini maqsadi o'sha montajchilarni texnik montajchi emas, programmani ishlatish emas. Biz qaysi programmani o'rgatamiz, lekin keyinchalik u odam istalgan programmadan ishlab keta oladigan darajada qilamiz. Asosiy maqsadimiz o'sha montaj rejissori qilib yetkazish u odamlarni. Masalan, kino, klip, reklama, o'sha konsertlar hammasiga masalan keyinchalik o'sha rejissorlar bilan birga chaqiramiz. Masalan, Gold Visionda o'sha faoliyatini aytamiz. Ko'p rejissorlar bilan ishlanadi o'zi. Demak, oxirida saralanadi va o'z ishini puxta bajarayotgan, yaxshi tahsil olgan, o'zini ko'rsata olgan talabalar ishga qabul qilinadi va masalan montajyor sifatida boshqa joylarda ham bemalol ishlashlari mumkin. Chunki hozir juda ham ko'p seriallar, kliplar olinyapti. Ularga montaj ishlari kerak, har kuni kerak. Montajga ko'p narsa bog'liqda. Masalan, to'yni syomka qilgandan keyin u inson ertasi kunidan boshlaydi qo'ng'iroq qilishni. Izzatilla qachon tayyor bo'ladi? Izzatilla qachon tayyor bo'ladi? 1 oy desangiz, odam qo'rqib ketadi. Lekin aslini olganda Gold Vision menimcha juda ham mahsulotni tez yetkazib beradi. Aslini olganda, misol uchun bir to'yni syomka qildingiz, montaj ishlari qancha davom etadi? To'yi syomka qilgandan keyin montaj jarayoni o'ziga yarasha bir holatda endi u. Biz to'yga ham to'ycha qaramaymiz. Shu kinoga qanaqa qarasa, insonlar xuddi shunaqa darajada qaraymiz. Biz hattoki har bir sekundlarini bo'yaymiz. Bugun boshlasa bir 10 kun ichida, 10 kun, bir hafta jarayonida bitadi-da, o'zi bitta to'y, yaxshilab bitirganda. Va o'ziga xos jarayonlari bor. Uni yana hozir biz harakat ham qilyapmiz shungaki, aynan komandamizni yana kattalashtirib, yana ham tezroq mijozlarimizga yana ham tezroq berish. Boya aytganingizdek, ich qiziydi insonlar ko'rgisi keladi. So'rayurishadi. Hammani birdek ko'nglini olish qiyin, lekin harakat qilyapmiz. Montaj sohasini o'rgangan odam hech qachon ishsiz qolmaydi. Chunki men 27 yillik tajribamdan shuni aytishim mumkinki, menda hali 27 yil ichida montaj tugagan holati bo'lmagan biron marta. Ulanib ketaveradi. Bitta odam bo'lganda ham shu edi, hozir yuzlab odam bo'lganda 50 yil ko'plab odamimiz mana montaj qilgan jarayonda ham hali ham montaj tugagani yo'q. Bu degani montajyorga har doim ish bor degani. Montaj o'zini, agar montajyor
o'zini sohasini mukammal egallasa, o'zini talantli bo'ladi-yu, o'zi iqtidorli insonlar. Ichidan ozgina yo'nalish berib yuborsangiz, ozgina tushuntirib yuborsangiz, yorib chiqadi-da o'zi. Shunaqa muzikani dinamikalarini tushunadigan darajada baribir montajyori sluhi ham yaxshi bo'lishi kerak. Ijodkor bo'lish kerak. Ha, albatta. Biz imkoniyat yaratmoqchimizki, shu vatanimizda shu rivojlansin, biz birgalashib, shunga qanaqadir hissamizni qo'shsa. Bu narsa uchun mana juda ham katta tayyorgarlik ko'ringan, juda ham ko'plab mablag'lar ishlatyapmiz, чтобы komfortni bo'lsa, mazza qilib o'qisam, o'qigandan keyin haqiqiy bilim egasi, haqiqiy talant o'zini ish joyini topib ketadi. Boshqa korxonalarga tavsiya beramiz. Juda ham ko'p, o'zingiz bilasiz, masalan, hozir har bir san'atkor, har bir mana shu shou biznesdagi yurgan insonning o'zini mobilografi bor, to'g'rimi? Hali pul haqida qisqacha gaplashdik-ku, masalan, hozir bitta mobilograf oyiga bir 10 milliondan kamiga menimcha hozir ishlamayapti, yaxshi mobilograf. Demoqchimanki, bu soha 1 soat ichida $50 daromad qilayotganlar. 1 soatda $50 kerak bo'lsa, aynan. O'sha endi okruglat qilib aytayapman, 10 milliondan kam pul topmayapti demoqchiman. 10 million va undan ziyod pul topish imkoniyatiga ega bo'ladi demoqchiman. 20-30 million ketaveradi, barakasini bersin. Endi hozir detalni men xohlardimki, pul topish birinchi maqsad bo'lishi kerak emas insonda. Chunki biz ham yoshligimizda shu narsalarga harakat qilganmiz. Inson sohasini yaxshi ko'rish kerak, sohasini ustasi bo'lishi kerak. Ana o'shanda pul o'zidan o'zi quvlab yuradi. Bizning sohada ham xuddi shunaqa. Yaxshi montajyorlarga, yaxshi operatorlarga juda ham talab kuchli. Bizda ko'p ukalarimiz rivojlanadi. Ularga yana boshqa studiyalardan bir pastamay aytaman, o'z zvizda bo'lib ketdilaringmi deb qo'yaman. Bir xil payt. Masalan, bizning ukalarimiz hammasi yaxshi bolalar. Yonimizda mana shuncha yildan beri yurishibdi. Bizani oilaga kirgan odamni chiqqisi yo'q deydi-ku, chunki biz bu dunyoga yaxshilik qilgani kelganmiz. Bu hammasi hammadan qolib ketadi. Shuning uchun biz o'zimizning sohani, o'zimizning kasbimizni mana hozir bo'lishadigan darajaga yetib keldik, bo'lishmoqchimizda hamma bilan. O'qish imkoniyati bor, o'rganish imkoniyati bor, ish bilan ta'minlanish imkoniyati bor va albatta mana oxirida o'sha hammasini bir me'yoridan zo'r qilib tayyorlanib kelgandan keyin juda ham yaxshi daromadga chiqish imkoniyati bor. Shu imkoniyatni avvalambor Xudo bizani qo'llasin, biz qo'limizdan keyin hamma harakatlarni qilamiz. Albatta, rahmat Izzat aka. Endigina onlayn forumga qo'shilgan kuzatuvchilarimiz juda ham ko'plab savol berishmoqda. Bu savollarga javoblar berildi. Viloyatda istiqomat qiladigan o'g'il-qizlarimiz uchun qanday bo'ladi? Albatta onlayn bo'ladi. Onlayn bo'lsa narxi qancha? Narxi 6 million so'm miqdorida deb aytib o'tildi. Qizlar ham jamoaga qo'shilsa bo'ladimi deb so'rashmoqda. Albatta bo'ladi. Men bu kursda tahsil olganimdan so'ng Gold Vision'da ishlash istagim bo'lsa qolsam bo'ladimi? Albatta qolsangiz bo'ladi, yaxshi mutaxassis bo'lsangiz. Shu kabi savollar juda ham ko'plab kelmoqda. Kelgan daqiqalarda rejissyorlarimiz bizdan so'rashmoqda. Rolikni kuzatuvchilar e'tiboriga havola etamiz. Keyin esa sotish haqida gaplashamiz. Marhamat Izzat aka, ochamizmi sotuv bo'limini? Albatta ochamiz. O'zingiz aytdingiz, mana ko'plab hozir savollar yozishyapti, xohlashyapti deb. Shu kunlarga yetib keldik, shu lahzalarga yetib keldik. Biza Gold Vision Group komandasi o'zini akademiyasini, ya'ni Gold Vision akademiyasini sotuv bo'limini tantanali ravishda ochuvdi deb e'lon qilaman. Hozirdan anketa to'ldirgan muxlislarimizga, aynan shu sohaga qiziqqan ukalarimizga 3 kun davomida boya aytib o'tganingizdek offline darslarimizga qatnashishga 40% chegirma beramiz. Onlayn darsliklarimizga 10% chegirma beramiz. Aynan 3 kun ichida anketa to'ldirib, ro'yxatdan o'tib, o'qish istagini bildirgan insonlarga. 4-kuni esa 20 million saqlanib qolinadi. Demak, 3 kuningiz bor, hurmatli yoshlar. 12 million so'm qayerda-yu, 20 million so'm qayerda? Onlayn kursga ham chegirma bormi deb yozishibdi. Bor ekan, hurmatli kuzatuvchilar. 6 million emas, 10% chegirma. 5 million 400 bo'ladi. 5 million 400 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Biz esa keling olqishlab qo'yamiz yoshlarimizni. Mana bunday imkoniyat bilan. Foydalaning. Kelajagimiz bo'lgan yoshlar. Hamma narsa siz uchun, mana qarang.
mana sotuvni ochib oldik. Hozirni o'zida albatta mana shu kurslarni sotib olishga shoshiling. Chegirmalar 3 kun davom etadi. Bugungi narxlar boshqa qaytarilmaydi azizlar. Oz miqdordagi pulga siz juda ham katta bilimni sotib olishingiz mumkin va ana shu bilim hayotingiz davomida sizga asqotadi, sizga yordam beradi va bu yerda ustozlar aytganidek keyinchalik pul o'zi sizni izlab keladi. Albatta intilganga tole yor beshikdan to qabrgacha bilim deb bejiz aytishmagan. Bilasizmi Nigor opa, mana men ayol kishi sifatida o'zim uchun chiroyli make-up qilishni o'rgangim keldi va 3 kunlik o'qishni ayta olmayman nech pulga sotib olganimni. Gold Visionda bir 6 milliondan 2-3 marta o'qisa bo'ladi. Juda ham hamyonbop kurs ekan. Albatta men tavsiya qilaman, foydalanish kerak azizlar. Mana bunday imkoniyatlardan bugungi makiyajni o'zingiz qildingiz? O'zim qildim. Demak, ana shu pulga arziydi. Chunki bugungi makiyajingiz juda ham go'zal, o'zingizga yarashgan. O'zi makiyajsiz ham go'zal. Lekin mana shuni hammasini tobida o'rgatgan ustozlaringizga rahmat va pul eng asosiysi azizlar zoya ketmagan. Demak, sizga ham tavsiya qilamiz. Gold Visionga a'zo bo'lish imkoniyati sizni qo'lingizda bor. Avvalo 2 yoki 3 oy tahsil olasiz, ana undan keyin yaxshi bir ishni ham qo'lga kiritgan bo'lasiz. Ish emas bu, hunar, bu kasb azizlar, chunki hunari bor inson hech qachon hayotda o'zini yo'qotib qo'ymaydi. Mana kuzatuvchilarimizdan biri Hakimbek Akbarov yozyaptilar. Men ham shu sohada ishlayman, lekin tan olish kerakki, Gold Visionga gap yo'q. Eng zo'ri deb yozibdilar. Gold degan sharhlar kelmoqda, e'tirof etishmoqda. Rahmat aytamiz jamoa nomidan. Albatta. Va bizda bugun onlayn forumda ishtirok etish uchun ajoyib bir mehmon borlar. Izzat aka, akademiyamizda ishtirok, akademiyamizda offlayn ishtirok etayotgan talabalarimizga master klasslar o'tadigan shunaqa bir o'zbegim faxri bo'lgan O'zbekistonda juda ham nufuzli proyektlarda главный operator, постановщик, ko'plab kinolar, Ilhaq, Majnun, Islomxo'ja kinolarini operatori, mani o'zimni qadrdonim ekan Jahongir Ibrohimovni men taklif bo'lamiz azizlar. Mana shu olqishlar siz uchun. Yaxshi keldingiz, marhamat qiling. Keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Sizni ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz, chunki siz bilan kinoplashatkada ham ko'rishganmiz, birgalikda ishlaganmiz va hozir Izzatilla aytganlaridek professional operatorsiz. Go'da bir-birimiz bilan kelishmagan jihatlarimiz ham bo'lgan, tortishgan jihatlarimiz ham bo'lgan, lekin agarda operator o'z ishini ustasi bo'lsa, agarda operator qo'yayotgan kadriga o'zi amin bo'lsa, qilayotgan ishini to'g'riligiga amin bo'lsa, doimo aktyorni ham rejissyorni ham ortda qoldirganiga guvoh bo'lganman. Xush kelibsiz. Demak, kinoplashatka bu boshqa bir yo'nalish, lekin bu yerda dars berish kerak. Ya'ni o'zim ham o'qituvchi sifatida aytamanki, bu umuman boshqacha yo'nalish. Umuman, masalan, men boshda qiynalganman. 2 yoki 3 yil qiynalganman tahsil olayotgan talabalarga o'zimdagi bilimni berishga. Siz tayyormisiz? Avvalambor boyagi o'sha suhbatni chetdan kuzatib juda ham xursand bo'ldim. Xursandchilik nimadaki, aynan mana shu sohada, mana shunaqangi xususiy sektorlarda ta'lim berish, nima deydi, o'quv maktablari, akademiyalari mana ochilyapti. Bu juda ham quvonarli. Sabab har qanaqa soha va har qanaqa kasb rivojlanishning eng asosiy bir tamoyili bu ilm. Ilmga qurilgan o'sha mutaxassislik, ilmga qurilgan soha bu bir poydevori mustahkam uyga o'xshaydi-da. Har qanaqa vaziyatda bardoshli bo'ladi. Faqatgina endi ilmni turli xil shaklda olish mumkin. Turli xil nima deydi? Turli xil vaziyatlarda olish mumkin. Misol uchun shunaqa vaziyatlar bo'ladiki, ba'zi mutaxassislar o'zini hayotiy tajribalari orqali qanaqadir bir ilmga erishadi yoki bizga bu juda ham bir anaqa usta shogirdlik an'analari orqali o'zlashtiradi bir ilmni. Lekin eng nima deydi, to'g'ri o'rganilgan ilm bu albatta ta'lim orqali. Va u qanaqa ta'limki, bugungi zamonga xos, mos, bugungi o'sha nima deydi, tendensiyalarga javob beradigan, to'g'ri bir nima deydi, metodika asosida o'rgatilgan ta'lim. Men o'ylaymanki, bu eng to'g'ri yo'l.
Shu sababdan mana xususiy sektorlarda aynan mana shunaqangi maktablarni paydo bo'lishi bu sohada xudo xohlasa tez yillarda katta bir burilish qilishga sabab bo'ladi. Chunki qancha ko'p bo'lsa bunaqangi akademiyalar, o'quv yurtlar shuncha raqobat paydo bo'ladi. Raqobat o'z-o'zidan sifatni, darajani ko'tarib beradi. Endi dars bersa kelsak, albatta xudo xohlasa yoshlarga shu sohada qiziqayotgan nima deydi, qizlarga, bolalarga o'zimizni hayotiy tajribalarimizni bo'lishamiz. Bu sohaga qiziqqan yoshlarimiz sizni yaxshi tanishadi. Hatto o'zlarining ideallariga aylantirib olishgan desam, menimcha xato ham bo'lmaydi. Biroq tanganing ikkinchi tomoni bor. Sizni kimligingizni bilmaydigan yoshlarimiz ham uchrashi mumkin, to'g'rimi? Kuzatuvchilarimiz orasida. Mana endi Nigor opam eng zo'r ishlaridan mana misol tariqasida keltirib bering maxsus mehmonimiz. Izzatilla boshida aytdilar, kartinalarni. Islomxo'ja kinofilmi, Majnun va ko'plab kinofilmlar, ko'plab reklamniy roliklar, syomkalari. Amaliyot davomida deyapman. Ilhaqda ishlaganmiz birgalikda, chunki Jahongir Ibrohimov haqiqiy o'zini sohasini ustasi, yaqinimiz, biza ko'pdan beri aka ukamiz, ko'pdan beri qadrdonimiz. Bizadan ko'plab texnikalar oladilar, biz bularni ko'plab syomkalarida Gold Vision Rentals komandasi bilan birga, texnikalarimiz bilan birga qatnashganmiz, ishlarini ko'p kuzatganmiz. To'g'ri, sohani tushunadigan insonlar taniydi, lekin Lazizaxon fikrlarini men ilg'agandek bo'ldim, chunki operatorlar kadr ortida turadi-da. Shu tomonlama kimdir biladi, kimdir yo'q. Shu tomonlama aytmoqchimiz. Albatta, Ilhaq kinokartinasini menimcha O'zbekistonda hamma tomosha qilgan va aynan mana shu badiiy filmning operatori Jahongir bo'ladilar va ishlash jarayonida biz deyarli 1 yil ishlaganmiz. O'zlarini o'sha professional tomonlaridan ko'rsatganlar va menga bilasizmi operatorlar nimasi yoqadi? Hamma joyda operatorlar bir xil bitta tomoni bor, bir xil tomon. Jiddiy ishlashadi. Birorta bir operatorni ovozini balandlab gapirganini, emotsional kelib aktyor yoki aktrisalar bilan, boshlovchilar bilan talashganini ko'rmaganman. Chunki ular o'z ishini ana shu kamera orqali ko'rsatishlarini o'zlari ham xush ko'radilar. Demak, video, foto syomkalar jarayonida operatorlar kamera orqali bizga gapirishadi, kadr orqali. Va aynan mana shu akademiyaga Jahongir kelganingizdan juda ham xursandmiz. Kelayotgan insonlar albatta ustozim kim bo'lar ekan deb keladi. Va bu yerga kelgandan keyin har bitta mutaxassis bilan alohida tanishishadi, ishlarini ko'rishadi, olingan roliklar, kliplar, har xil foto, video tasmalarni tomosha qilishadi va albatta Jahongir borliklarini bilgan insonlar 2 karra menimcha shoshilib kelishsa kerak. Azizlar. Albatta, va Izzat aka, bizdagi ma'lumotlarga qaraganda xorijdan yana ustoz va murabbiylar taklif etilishi ko'zda tutilgan, to'g'rimi? Ko'zda tutilyapti. Hozir aytayman-ku, xudo xolisa biz akademiyani shunaqa darajada qilamiz. O'sha boyiga aytib o'tganimdek, nima imkoniyat qilib berish kerak, qanaqa zo'r qilish kerak bo'lsa, o'sha hamma anaqalarini, taraddudini ko'rib qilamiz. Sifatli qilib qilamiz. Bizning maqsadimiz insonlarni aytib o'tishim kerak. Bu ishlar qilinayotgan ishlar pul uchun bo'layotgani yo'q. Bizning asl maqsadimiz pul emas. Endi pul aytishi mumkin, nimaga tekinga o'qitmayapsizlar yo masalan. Boya aytib o'tdim, har bir narsani o'ziga yarasha xarajatlari bor, joylar bor, boshqalar bor. Shundan kelib chiqqan holatda. Bizning o'zi asl maqsadimiz shu yurtni, shu sohani, shu bizning soha vakillarini ko'plab, yana ham ko'plab yetishtirib chiqarish. Mana Jahongir aytib o'tganlaridek, raqobat bu har bir ishda rivojlanishga olib keladi. Bizni o'qitmasa boshqasi o'qitadi. Shuning uchun biz aynan bizadan qolsin shu, biz xalqimizdagi bizadan qolsin shu, mana Jahongir mana aytganimda bir zo'r qilibsizlar, zo'r bo'libdi degan fikrlarni bildirdi. Albatta kerak edi. Ko'p holatlarda talantlarimizga naborot qarshi ishlar bo'lganini eshitganmiz. Soha, aynan bizning sohada yetishib chiqayotgan talantlarga qanaqadir qiyinchiliklar bo'lgan sabablaridan masalan qolib ketgan jarayonlarga manaqa bo'lganmiz, guvoh bo'lganmiz. Bizning maqsadimiz aynan talantlarni yetishtirib chiqarish, aynan talantlarga yordam berish. Bu uchun mana
yana xudo xohlasa boshqa nufuzli o'zini sohasini kuchli mutaxassislarini taklif qilish, master klasslarga mana taklif qilish niyatlarimiz bor, xudo xohlasa. Nafaqat taklif qilish, menimcha keyinchalik xudo xohlasa siz o'z talabalaringizni balki chetga ham olib chiqib, u yerda ham tahsil olishlariga qanaqadir yo'nalish ochib berishingiz mumkin. Chunki mayli orzu qilish kerak-da, Gollivud bo'lishi mumkin, Bollywood bo'lishi mumkin. Har bir maktabni o'zini yo'nalishi bor. Demak, agarda keyinchalik bolalar o'zlarini yaxshi ko'rsatishsa, mana shu akademiya gullab yashnashi tarafdorimiz va shu yerga kelgan insonlar bilim darajalarini sekin oshirib boradilar degan umidimiz yo'q emas. Aziza xonim, albatta Nigora opa, fikringizga mutlaqo qo'shilaman. Izzat aka, bilasizmi, hozir ayni daqiqalarda kuzatuvchilarimiz ro'yxatdan o'tishga oshiqishmoqda ekan. Mana shunday xabarlar kelmoqda. Hurmatli kuzatuvchilar, bemalol ro'yxatdan o'tib, joyimni band qilib qo'ying deb bron qo'yishadi-ku. Shunaqa ishlar ham bo'lyapti hozir chatda. Yuqoridagi fikrlaringizga to'xtaladigan bo'lsak, albatta har bir ishda hikmat bor deyishadi-yu. U yoki bu masalaga siz qanday ko'z bilan boqishingizga ko'p narsa bog'liq. Siz u yoki bu kadrni tasvirga olar ekansiz, uni avval qalban his etasiz, to'g'ri? Mana buyuk operatorimiz, o'z kasbini mohiri bu fikrlarni tasdiqlashlari mumkin. Bunda nima yotadi? Biz oilamizga bo'lgan mehrimiz, yaqinlarimizga bo'lgan mehrimiz, kasbimizga bo'lgan mehrimiz, qolaversa bularning bari shu vatanga bo'lgan mehrni debochasi, ya'ni oiladan boshlanadi. Izzat akam juda ham vatanparvar ruhdagi gaplarni gapirdilar. Bu yoshlarimizga juda ham yaxshi motivatsiya. Siz to'g'ri yo'ldasiz. Men bir jurnalist sifatida, sharhlovchi sifatida e'tirof etishim mumkin. Yana bir narsani kuzatdimki, mana shu ikkita yigit umuman gapirmadi. Nimaga men bilmayman. Keling, hozir sizni kuzatayotgan tengdoshlaringiz endi bu sohaga ilk qadamlarini qo'ymoqchi bo'lgan iste'dod egalariga nima degan bo'lardingiz? Mana qo'lingizni ko'ksingizga qo'yib. Birinchi navbatda o'qinglar, o'rganinglar, mehnat qilinglar. Mehnatdagi rohat deyishadi. Shu avvalambor Izzat akamga kelib, biz ham o'rganganmiz yoshlikdan kelib. Keyin imkoniyatlar berganlar, konsertlarga chiqib, operatorskiy mahoratlarni oshirganmiz. Va o'zimizdan ustimizda ishlaganmiz. Ko'p tomonlama yordam berganlar Izzat akam. Основной montaj sohasida ham bitta holatni aytib beraman. Ozoda Nursaidovani konsertida montaj jarayonida endi birga o'tirgan holatda o'sha yerda shunaqangi qiynalib ketganman montaj jarayonida. Endi hozir ham ko'p talabchanladi. Keyin Izzat akamga sekin telefon qilib, Izzat aka mana shunaqa qo'ydilar deb aytganman. Keyin Izzat akam risk yetib kelganlar. Keyin menga yo'l yo'l ko'rsatib sekin yordam berganlar. Shunda Kesam holat ozgina davom ettiraman. Abduvali mani qadrdon ukalarimdan biri. Ozgina qisqacha tomoshabinlarga tanishtiramiz. Hozirgi kundagi konsertlarda glavniy rolni Ronin masalasida, montaj direktori konsertlarni ko'plab hali chiqayotgan Million Design bizda qilayotgan konsertlarimiz, Ozoda Nursaidova. Endi holat shunaqa jarayonga borganki, Abduvali montajda o'tiribdi, Ozoda tepalarida. Xullas, endi bilasiz, ijodkor odam, ijod jarayonida har xil holatlar bo'ladi, kayfiyatlar, bir nimalar tushib ketish holatlari bo'ladi, boshqalar bo'ladi. Shunaqa paytda skoriy pomosh bo'lib yetib kelganman-da. Haligi xonadagi aurani birpasda pozitiv holatga keltirib, aslida o'zi shunaqa bo'ladiki, inson charchagan holatidachi ba'zi bir o'zi zo'r. Har tomonlama zo'r, kartinka zo'r. Mana rang bir bunaqa rang qilib bering xohlaydi. Keyin boshqacha rang, yana u har biri biz san'atkorlar kapitalizmi shunaqa. Biza aynan shu narsalarni ko'targan holatda men yetib keldim, boshqalarnim har jarayonni chiroyli qilib, pozitivlar, bilasiz-ku, bizlarni insonlarga yaxshilik qilgani kelganmiz. Bizda hasad yo'q, biz yaxshi niyat qilamiz. Chiroyli tabassum, chiroyli gapirib, insonlarning qalbini ko'taraylik. Bizning niyatimiz yaxshi, bizning soha vakillarining niyatimiz yaxshi. Albatta. Biz mana bular ham biladilar, mirovoy kinolar qilaylik, bizani dunyo tanisin degan maqsadda. Bizani masalan niyat, yana o'zbegimni nimasi ko'p, to'yi ko'p. To'y bo'lsin, farzandli bo'lsin, yaxshi niyat yaxshi kunlar qilsin, yaxshi kunlarda xizmat qilaylik. Reklama bizani o'zimizni
biz jahon reklamalarini ko'rganda oldin qanaqa havas qilardik. Hozir mana Xudoga behisob shukr bizada ham sifatli, juda ham yaxshi reklamli roliklar chiqyapti. To'g'ri. Shu taraflama bizani o'zimizani mahsulotlarni kerak bo'lsa reklamasini juda bir chiroyli tarzda bo'lishiga. Biza shunaqa niyatli insonlarmiz. Kadr ortida bo'lsak ham, lekin biz hamisha xalqimizga, shu yurtga yaxshi kunida xizmat qilgan holatda albatta, davom ettir. Sani gapingni Izzat og'zingga aka, olib bizani qo'ydim. kuzatuvchilarimizga endi fakt kerakda. Fakti bilan gapiradigan bo'lsak, Abduvali mana Gold Vision jamoasi, Gold Vision Group sizga qanday imkoniyatlar berdi o'zi? Nima foydasi bo'ldi? Ko'plab texnika bo'yicha ko'plab kameralarni o'rganib, ularni qanaqa ekspozitsiya, ranglarni qanaqa qo'yish kerak, syomka jarayonida misol uchun qiyinchilikka duch kelganda qanaqa vaziyatdan chiqib ketish, o'sha texnikani tushungan odam tez vaziyatdan chiqib ketadi. Misol uchun svetlar bo'yicha svetlarni qanaqa qo'yish, misol uchun Roninda qanaqa ishlash, Roninni to'g'ri nastroyka qilish va undan to'g'ri foydalanish, shular imkoniyatlarni ochib berdi. Konsertlarda aktyorlar bilan qanaqa muomala qilish, qanaqa action kadrlar olish, konsertlarda svetlarni u yerda ham svetlar bo'ladi, svetlarni to'g'ri yo'naltirish, shular haqida sekretlarni ochib o'rgatamiz. Xudo xolisa zo'r yetuk inson bo'lib yetishishadi. Katta rahmat Abduvali. Hurmatli kuzatuvchilar, guvohi bo'layotganingizdek yigitlarimiz nafaqat o'z ishlarini yaxshi bilishyapti, balki teran fikrga ega, to'g'rimi, hayotdagi pozitsiyalari bor, o'zlarini tanlab olgan, eng muhimi o'zlarini menini topib olganlar. Ana endi vaqtimiz bo'lsa savol bermoqchi edim. Mana hozir san'atkorlar bilan ishlaymiz dedingiz, to'g'rimi? Nigor opam aytib o'tdilar, shou biznes olamining vakillari juda ham injiq bo'ladi. To'g'ri, injiqlikdan tashqari perfeksionist ham bo'ladi-da. Endi shaxsan men o'zim shunaqaman. Gold Vision jamoasi mana boya aytib o'tdilar, qachon biz konsertga kelsak, tadbirga kelsak, bundoq qaraymizda Gold Visionni ko'rsak, Xudoga shukr, Gold Vision ekan. Biz bilamiz, bizani har doim chiroyli qilib chiqarasizlar. Omma e'tiboriga biz o'sha video materialni taqdim etish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ba'zan boshqa studiya vakillari bilan ham ishlaymiz. Endi ko'pchilik mobilograflarimiz, mana yosh yigitlarimiz bor-ku, mana buni boshqatdan обработка qilish kerak, bu yerda chiroq noto'g'ri tushib qolgan, orqada kadr, bunaqa kadrlar bo'lish kerak emas deb e'tiroz bildirsak, voy opa, o'zingiz chiroylisiz-ku, bunaqa qilmasa ham bo'ladi deb qo'yishadi. Shu ustozlar shunaqa o'rgatishadimi? Shunaqa kompliment qilib qo'yish kerakligini yoki bo'lmasa nima bu, erinchoqlikmikan? Nima deb o'ylaysizlar? Boshqa studiyalarda uchraydigan holatdami? Ha, boshqa studiyalarda uchraydigan holatda. Menga qiziq-da endi o'zim uchun. Ha, juda qiziq. O'zi aynan shu. Keyin biz rostdan deb o'ylaymiz, uni обработкасы chiqarib yuboramiz. Keyin 99tasi yozadi, voy, men betim bunaqa turibdi, betim bunaqa turibdi deb. Shuning uchun bilib olaylik endi mutaxassislardan, zo'rlardan. Mana mobilograflar men bularni ishlashiga yoki yana rivojlanishiga qarshi emasman, nabarat xursandman. Chunki mobilograflar o'zi xohlab shu sohaga kirib kelgan. Ko'pchilikda masalan ustoz shogird paytida bola bekor yurmasin deb majburan ham shogirdlikka qo'shib qo'yishardi. Aynan shu video sohasiga, lekin ular o'zi xohlab qiziqib kirgan. U mobilograflar men xohlardim bizani akademiyada yoki boshqa o'zi umuman akademiyalarda o'qib, o'zini ustida ishlab rivojlanib, mobilografiyadan professional syomkalarga o'tishligini juda ham xohlagan bo'lardim. Sababi ulardan juda ham kuchli ijodkorlar chiqadi deb o'ylayman. Samouchka bo'ladi asosan ular. Ularga agar yana bitta ustoz biriktirilsa, yaxshi joyda ta'lim olsa, yanada kuchli sifatli bilim berilsa. Endi sizni savolingizga keladigan bo'lsak, asosan bilimsizlikdan bo'ladi. Bilimsizlikdan bo'ladi. Opit o'shanaqa praktikadan kelib chiqadi. Vaqt soati bilan o'rganishadi. Chunki o'zimda ham shunday holat bo'lgan. Serial syomkasida professional operator bilan ishlayapman. Chiroq qo'ying bolajon, yuzim qorong'i chiqyapti desam, yonimga kelib, Nigor opa, siz nurli ayolsiz. Sizga chiroq kerak emas dedilar. Shu bir umrga shu yodimda qoldi. Mana shunaqa nurli ayollar bilan ishlaganda ham iltimos chiroq qo'yadigan operatorlarni chiqaringlar. Bu albatta hazil aralash gaplarimizni gapiryapmiz, dardlarimizni gapiryapmiz, lekin
professional ustozlarni qo'lida o'qigan shogirdlar menimcha keyin bitirib chiqqandan keyin shu 3 oy mobaynida olgan bilimlarini go'zal tarzda ko'rsatishadi degan umiddamiz. Gold Vision akademiyasining ijtimoiy tarmoqlari ochildimi? Albatta. Instagram sahifasi mavjudmi? Chunki savollarni chatda o'tiribmiz. Savollar bu yerda kelyapti, lekin menimcha Instagramdan berish osonroq bo'ladi. Keyin ko'pchilik Voy, bu yerga o'tadi. qarang, bizni rasmga olib tashlashibdi. Go'zallik. Demak, bor Instagram. Albatta. Instagram, Telegram Bu yerda ham bemalol savol bersa bo'ladi sizlarga. Albatta. Albatta. Yana bir bora eslatib o'ting, endigina onlayn forumga qo'shilgan ishtirokchilar, kuzatuvchilar mana shu tariqa savollar bilan murojaat etishmoqda chamamda. Albatta, xudo xolisa bizani akademiyamizda o'qigan talabalarimiz, ukalarimiz, shu sohaga qiziqqan barcha qadrdonlarimizni orasidan biz hammaga bir xil bilim beramiz. Eng iqtidorlilarini tanlab o'zimizning oilaga qo'shamiz. Gold Vision oilasiga, guruh va albatta boshida ham aytdim, men taqdimot o'tkazganimizdan so'ng Gold Vision akademiyasini bizga juda ham ko'plab murojaatlar tushdi, nufuzli korxonalardan. Hozir ular juda ham ko'p, birini aytsam biri xafa bo'lib qolmasin degan maqsadda aytmayman, lekin aynan shu va san'atkorlarimizdan, blogerlardan juda ham ko'plar menga ham aka qilib berasiz, zo'rlardan qilib bering, videograf qilib bering. Ish bilan ta'minlanish imkoniyatiga ham ega bo'lishadi. Bizani oilamizda ishlash imkoniyatiga ega bo'lishadi, yaxshi daromad qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Har biringiz mutaxassis sifatida ikki og'iz so'z bilan sizda bilim olmoqchi bo'lgan insonlarga yuzlansangiz. Marhamat, Jahongir, sizdan boshlaymiz. Avvalambor o'qimoqchi bo'lgan talabalar bir narsani bilishsunki, ilm nima deydi, rivojlanishni qoidalari, qonuniyatlari juda ham ko'p. Misol uchun mana ijodkorlar deyishadi-yu, ularning o'zini bir dunyosi bor, ba'zida kelmay qoladi, ba'zida qilmaydi aytgan paytda. O'ylaymanki, bu insonlarning o'zi o'ylab topgan. Aslida har qanaqa ish, ijod bo'ladimi, iqtisod bo'ladimi, umuman qanaqa soha bo'lmasin, bu intizom orqali bo'lishi kerak. Aytmoqchimanki, o'qishga kirmoqchi bo'lgan shu talabalar ham muayyan bir intizom orqali kelishi kerak. Ya'niki bu ijodkorlik, bu nima deydi, kayfiyatga qarab emas. O'ziga xos kayfiyat bo'ladi har birida, lekin ilm olish uchun, qanaqadir bir bilimga ega bo'lish uchun insonda avvalambor mas'uliyat bo'lishi kerak. Avvalambor o'sha o'ziga nisbatan mas'uliyat, keyin unga o'rgatayotgan o'sha ustozi bo'ladimi, domlasi bo'ladimi, umuman unga bo'lgan mas'uliyat, ketayotgan vaqtga bo'lgan mas'uliyat, qanaqadir bir moliyaviy pulga bo'lgan mas'uliyat. Aytmoqchiman, kelayotgan o'quvchilar mas'uliyatli bo'lib kelishni. Chunki mas'uliyat bo'lmasa, intizom bo'lmasa, qayerda u o'qishdan qat'iy nazar, kim unga o'rgatishdan qat'iy nazar, u natija bo'lmaydi-da. Chala qolib ketadi. Aytmoqchi bo'lganim shu, hammaga omad, e'tiborli bo'lishsin. Sizga ham rahmat, qimmatli vaqtingizni ayamay aynan onlayn forumda ishtirok etganingiz uchun. O'ylaymizki, bizni kuzatayotgan yosh yigit-qizlarimiz albatta siz saboq bergan darslardan bahramand bo'lish imkoniyatiga ega bo'lishadi, o'zlarining bilimlarini yanada mustahkamlashga harakat qilishadi. Hurmatli yigitlar, qizlar, albatta sohaning bu borada yaxshi mutaxassislarga, kadrlarga ehtiyoji bor. Shaxsan men o'zim Izzatilla Tursunxo'jayev jamoa so'rab 1000 marotaba murojaat etganman, aynan Instagram sahifamni yurgazish uchun. Buning uchun oddiy mobilograf emas, balki butun boshli jamoa kerak. U yerda montaj ustasi bo'lishi kerak, yaxshi video operator bo'lishi kerak. Mana bu siz tasvirda ko'rayotgan va kadr ortidagi yigitlarning ishlari boshlaridan oshib yotibdi desam, menimcha hech qanday xato yoki mubolag'a bo'lmaydi. O'qing, o'rganing, kurslarni xarid qiling va albatta biz bilan birga faoliyat olib boring. Keraksiz, hurmatli yoshlar. Demak, endi Izzatillaga yana bir bor yuzlanamiz. Marhamat. Biza yoshligimizda shu sohaga kirib kelganimizda qisqacha eslatib o'tib ketmoqchiman. Hozir bizani tomosha qilib turgan yoshlarimizga ibrat asnosida bunaqa imkoniyatlar bo'lmagan.
shu mototsikldan yechilgan batareyani olib eski kameralarda projektor ko'tarib turgan jarayonlarimiz bo'lgan, chivilla chaqib qo'llarni shunaqa holatlardan chiqib keldik. Biza hozirgi kunda shunaqa niyatlar bor edi. Mana shuni ijobat bo'layotgan holatda o'tiribmiz. Hozirgi bizani vatanimizdagi kelajak avlod, masalan, yoshlarimizga shu sohaga qiziqayotgan insonlarga shunaqa imkoniyatlar yaratmoqchimizki, ular shu biza kechib o'tgan jarayonga osonlik bilan, yana ham tezlik bilan erishish imkoniyati. Tezroq rivojlansa, biz shuni talabdorimiz. Shu yurtda shu soha tezroq rivojlansin, ko'plab talantlar boya mana o'zingiz ham so'radingiz, mana necha marta komanda bunaqa murojaatlar menga juda ham ko'plab bo'lgan va bizani komandaga qo'shilish uchun ham murojaatlar juda ham ko'p bo'lgan. Shuning uchun biz shu ishlarni qilyapmizki, bizdan yaxshi nom qolsin, bizdan shu kasbimiz qolsin shu yoshlarimizga. Boshqana bizlar ijodkor odam hech qachon bo'sh vaqti bo'lmaydi, chunki vaqt masalasi qiyin bo'ladi. Plan qilish kerak, operator joylarni ko'rish kerak masalasi, qanaqa kadr qilsa chiroyli, texnika spiskasi bormi, montajyorda qanaqa yangi ideyalar, qanaqa yangi musiqaga masalan montaj qilsam bo'lar ekan, qaysi ranglar chiqqan ekan, yana nimalar. Bizda bo'sh vaqtimiz yo'q. Bu degani hozirgi yoshlarimizga aynan kerakli holat. Inson bir narsaga qiziqsa, uni bo'sh vaqti bo'lmasa, boshqa har xil qing'ir qiyshu yo'llardan nariroqda bo'ladi. Hozir zamon shunga qarab ketdiki, ko'ryapsiz, juda ham bekorchi vaqtga o'tkazib yuboradigan sablazn deydimi, buni nima deydi, razlicheniyalar ko'payib ketgan, behuda vaqt o'tkazib yuboradigan jarayonlar ko'payib ketgan. Aynan shu jarayonlarga bizani ijodkorlarni men ko'p ko'rganman. Mana 27 yillik tajriba asosida aytaman, o'zim yonimdagi ukalarim, bizning vaqtimiz yo'q hech qachon. Yarim kechasigacha ishlaymiz. Ijodkor vaqti juda kam bo'ladi. Ijodkor bo'lishga harakat qilish kerak. Jahongir do'stimiz aytgandek, mas'uliyatli ukalarimizni, mas'uliyatli singillarimizni, boya aytdingiz, qiz bolalar olsa bo'ladimi degan savol. Qizlar juda ham zarur bo'lyapti bizning sohamizda. Aynan to'y sohasida ham qizlar juda ham zarur bo'lyapti, chunki ko'plab kelinlarimizga biz o'zi harakat qilamiz ayol fotograflarini jo'natishga, chunki ayol kishi tushunadi. Har xil holatlar bo'lyapti. Bizga komandamiz eshiklari, akademiyamiz eshiklari hamma uchun ochiq. Biz xursand bo'lardik, shu kelayotgan ukalarimiz mas'uliyat bilan shu sohaga haqiqiy qiziqib, shu sohani o'rganaman, shu vatanga xizmat qilaman, oilamga xizmat qilaman, bir yaxshi ishim ustasi bo'lib, yaxshi pul topaman. Albatta, oxirida baribir pul topishga to'g'ri keladi. Ya'ni qiziquvdi hammaga baribir. Bor kuchimizni, bor imkoniyatimizni, bor mablag'imizni yaqinlarimiz bilan birgalikda shu akademiyamizga kelayotgan insonlarga sharoit qilishga, yaxshi o'qitishga harakat qilamiz. Avvalambor yurtimiz tinch bo'lsin, hamma o'qishga kelayotgan ukalarimizga omad tilaymiz. 3 kun ichida mana anketalarni to'lab, aksiyadagi skidkalarga, bonuslarga ega bo'lishsa, biz xursand bo'lamiz. Tashakkur, marhamat. Rahmat. Akademiyaga kelmoqchi bo'lganligi nima deymiz? Har doim eshigimiz ochiq, biz tilagan aytganlaridek, o'zini kelajagiga befarq bo'lmagan, o'zini sohasida yana ham ko'proq narsani o'rganmoqchi bo'lgan, kelajakda yana ham katta proyektlarda ishlamoqchi bo'lib, o'zi ko'rmagan nuqtadan, ya'ni bizning tilda точка зрения deydi, boshqa rakurslardan olinayotgan kadrlarni ko'rmoqchi bo'lishsa, marhamat, kelinglar, qo'limizdan kelgancha o'zimizda bor ilmlarni sizlar bilan ulashamiz, o'rgatamiz. Kelajakda balki shu bitta kompaniyada birgalikda bir jamoa bo'lib ishlash imkoniyatimiz ham bo'ladi. Akademiyaga qo'shilmoqchi bo'lgan obunachilarga, kuzatuvchilarga aytayman, qo'shilinglar, kelinglar, o'qinglar. O'zbekistonda media sohasida katta o'zgartirishlarga, katta rivojlanishlarga birgalikda hissa qo'shinglar. Birgalikda katta natijalarga erishinglar, xudo xolasa. Agar kimdadir samniya bo'lsa, to'g'ri kasb tanlayapmanmi yoki yo'qmi degan anaqa kimdadir fikr bo'lishi mumkin. Agar o'z ishinglarni mutaxassisi bo'lsanglar, avvalambor ko'ngil xotirjam qilishinglar mumkin. Bu soha kelajagi bor, rivojlanayotgan soha.
o'qib o'zinglar ustinglarda ishlasanglar albatta yaxshi natijalarga erishasizlar. Katta rahmat. Abduvali? Hop, bu sohaga endi kirib kelayotgan insonlarga sabr bilan o'rganinglar va qunt bilan izlaninglar. Shu akademiyaga kirib o'qiganinglarda hamma narsani tushunib, zo'r bo'lib chiqib ketasizlar, xudo xolisa. Marhamat. O'zi montajchilik kasbi o'rganishdan keyin ham sabr talab qiladi. O'sha kirayotganda qiziqayotganlar shu joyiga ahamiyat bersa, masalan 10 soatlik materialni ichidan 10 minutni ajratib olish kerak bo'ladi. Bunga juda ham katta sabr kerak. Matonatli, mashaqqatli ishingizda omad yor bo'lsa, nima deymiz? To'g'rimi, Nigor opa? Albatta, chunki har bir inson, siz ham bugun aytib o'tdingiz, o'sha go'zal bir maqolamiz bor, yaxshi ko'raman, beshikdan to qabrgacha ilm izla. Inson o'ziga yangi qanaqadir hobbilar, yangi qiziqishlar, yangi kasb hunarlarni mos ravishda tanlasa, bu hayotda xursand bo'lib yashaydi va meni bir shiorim bor, yaxshi ko'rgan kasbingdan topgan puling barakali bo'ladi deyman. Demak, inson o'z ishini yaxshi ko'rishi kerak. Nima bilan shug'ullanishimizdan qat'iy nazar, qilayotgan ishimizga mehrimizni qo'yib, yaxshi ko'rishimiz kerak. Azizlar, bugun bizni kuzatganingiz uchun sizdan minnatdormiz. Siz ham yaxshi ko'rgan tarzda mana shu kurslarni sotib olib, maza qilib bilimga ega bo'lib, keyinchalik yaxshi ko'rgan kasbingizda ish yuritasiz degan umiddamiz. O'qishni tamomlasangiz, hamkasb bo'lib qolishimiz ham hech gap emas, to'g'rimi? Ko'rishib qolishimiz mumkin, hurmatli yoshlar. Shunday ekan, barchaga omad yor bo'lishini tilab qolamiz. E'tibor uchun tashakkur. Siz bilan xayrlashar ekanmiz. Xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik, fayzu baraka tilab qolamiz. Osmoni musaffo, jannat makon, ona diyorimizga ko'z tegmasin. Rahmat. Salomat. Hammaga rahmat. Salomat bo'linglar. Rahmat. Shoh Alimovichga ham rahmat. Hammaga Gold Vision Group oilasi, jamoasi, Gold Vision Group и друзья. Men огромное вам спасибо. Hammaga katta rahmat. Hammaga rahmat azizlar. Xayrli bo'lsin iloyim.